2025-yil oktyabr oyi bilan noyabr oyi yaxshi niyatda umra safariga boramiz deb kutib turgan hoji otalarimiz, hoji onalarimiz uchun juda katta yangilik bilan chiqyapman. Centrum Holidays bosh ofisiga kelganman do'stlar. 2025-yil oktyabr bilan noyabr oyi o'tgan yilga nisbatan narxlar tushib ketdi. Keling bitta yurtdoshlarimizga e'lon qilaylik dedilar. Sharoitlari shunaqangi zo'r qilib qo'ydiki, hojilarga qulay bo'ldi dedilar. Shuning uchun Abdulvohid akam yo'llari keldim. To'liqroq ma'lumot olib beraman. Video boshlashdan oldin bir dona like bosib, kanalga podpiska bosib, bizni oxirigacha kuzatishlarini so'rab qolamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Abdulvohid aka. Rahmat. O'zingizga qulluq bo'lsin aka. Rahmat, Xudoga shukr. Oldinlarga yetib keldik. Xudo xolasa oktyabr oyi bilan noyabr oyi umra sezoni desa ham bo'laveradi, to'g'rimi aka? Yurtdoshlarimiz juda ko'p kunlar, kutgan kunlar yetib keldi. Inshaalloh. Saudiya Arabistonida 30-25 gradus havo bo'lyapti. Ya'ni hozir umra qilish mavsumi. Mavsumi. Hoji otalar, hoji onalar sizlarga xudo xolasa hozir 2025-yil oktyabr noyabr oyi umra ziyorati narxlarini aytib o'tib ketamiz va reyslar qayerlardan uchishini ham aytib o'tib ketamiz va Saudiyadagi sharoitlarni ham birma-bir aytib o'tib ketamiz. Abdulvohid aka, biz hozir 12 ta viloyatdan kuzatishadi aka. Reyslar qaysi viloyatlardan uchiladi? Xo'p, hozirgi paytda Samarqand, Toshkent, Andijon, Namangan va Farg'ona. Ya'ni 5 ta viloyatdan reyslar qatnovi bo'lib turibdi. Qatnovlar xudo xolasa haftasiga 2 tadan bo'lyapti, hamma joydan. Haftasiga 2 tadan Farg'onadan ham, Andijondan ham, Namangandan ham, Toshkentdan ham, Samarqanddan ham. Xuddi shunaqa. Bo'ldi aka, buni tushunarli. Hojilarimiz ko'pincha narxiga qiziqishadi bizda. Narxni ham bitta video boshida aytib o'tib ketsak. Xo'p, hozirgi shu oyda oxirgi 15 kunda inshaalloh narxlarimiz $1050 dan deb qo'ydik. $1050. O'zi bundan oldingi videolarimizda esingizda bo'lsa 1100 qo'yganmiz. To'g'ri. $50 dan yana chegirma qilib qo'ydik. Inshaalloh o'zi chegirma qilmaydigan paket nimaga o'zi narx tushdi? Nima uchun tushdi? Bilet arzonlaganlik hisobiga narx tushdi. Ya'ni biletlar paketdan o'zgartirish bo'lmayapti, hech qanaqa. Bo'ldi, tushunarli. Biletlar narxi tushgan uchun sizlar ham narxini tushirdilar. Tushirib qo'ydik ozgina. Ertaga biletlar narxi ozgina qo'shilib qoladigan bo'lsa, narxlar qo'shilib qolish ehtimoli bor. Albatta, biz manfaat inshaalloh o'sha. O'sha. Bo'ldi. Masalan, mavsum keldi. O'zimizni yurtdoshlarimiz, masalan, Tojikiston bo'ladimi, yo'q, Samarqand, Buxoro sezon keldi-yu, endi ko'proq pul topish kerak degan tushuncha yo'q. Ko'proq borsin, ko'proq xursand bo'lsin, ko'proq duo qilsin. Asosiysi bizga duo qilsin, $10 pul topsa, $10,000lik xudoga barakani beradi inshaalloh. To'ppa-to'g'ri aka. Yurtdoshlarimizdan tushirgan savollardan biri aka, Saudiya Arabistonda borganda yosh kattalar bo'ladi. Gasisa masofasi 5 kilometr, 6 kilometr bo'lib qolsa, borib kelgani qiynalib qolishadi. To'g'ri, transport bo'ladi, lekin transport qatnovi ham hali yo'l uzoqligini hisobiga qiynalib borishadi. Sizlar firmalaringda Gasisa masofasi qanaqa? Yaqinroqmi yoki uzoqroqmi aka? Xo'p, bizda hozirgi paytda Madina yo'nlarida 200 metrdan 300 metrgacha bo'lgan oraliqda 200-300 metr Madinada. 200 metr bo'lgan oraliqda gastinsamiz masofasi bo'lyapti. Madina. Birovlar men sharoitlardan aytib o'tib ketsam, zo'r bo'ladi aka. Kutib olishmaydi. Hammali besabr insonlar juda ko'pda video o'qib tushunmay qolishadi. Men to'g'ri aytib beraman. Xo'p, bu yerdan Toshkent, Jidda, Toshkent, Madina deydigan bo'lsangiz, sizlarda bu yerda sumka kamsil bejik berasiz. Mana siz hozir yozib qo'yib qo'ying. To'g'ri, oldimga tashlab qo'ydilar. Mana shu Centrum, shu ko'k kamzol, ko'k sumkada keteklar, faqat sizlar firmalaringda keteklar. Holidays bo'ladi inshaalloh. Mana shu turli lisenziyaga ega firma bo'ladi inshaalloh. Inshaalloh hammaga kiyishni nasib qilsin, do'stlar. Kommentariyaga amin deb yozib keting inshaalloh. Bormagan bo'lsangiz tez kunlarda sizlarga ham shu ota-onalaringni olib borishni nasib qilsin, do'stlar. Xo'p, mana shu so'nggi kamzil bejigini ham beramiz. Madina yo'llarida 200 metr orada gastinsamiz bo'ladi. Makka Mukarramada esa 1-1,5 kilometr atrofida bo'ladi. Madina yo'llarida 2 mahal issiq taomlarimiz bo'ladi. Makka Mukarramada esa 3 mahal milliy taomlarimiz bo'ladi. Inshaalloh bu yerdan hammalarni mamnun etadi. Hamma o'zi orzu qilgan yaxshi yo'lboshchi bo'lsin deysizlar. Xudo xolasa diniy idoradan berilgan bitta 50 boshi bo'ladi. Undan tashqari o'zimiz bitta yordamchini 50 bosh qo'yapmiz har bitta guruhga. Ikkita hisobda 50 bosh ketadi guruhga. Bo'ldi. Ya'ni bitta reysda ikkitadan 50 boshlar bor. Borgandan keyin inshaalloh u yerda 14 kun muntazam xudo xolasa siz bilan birga yuradi deb nima qilmayman, va'da bermayman. Chunki hamma oilaviy borgan, umra qildirib qo'ygandan keyin oilaviy o'zi chiqqisi keladi. Allohga hammaning o'zi nolasi bo'ladi. Kim hamma o'zi bilan qana ibodat qilishdi. Bu yerda Xudo bilan masalan men qanaqa Xudo bilan bog'liqlik joyim bo'lsa, joy namoz ustaman, kech payt qanaqa duo qilaman.
haramga borsam qanaqa qilib duo qilaman, Xudodan nima so'rayman? Hamma o'zi bilgan ibodati bor. Lekin din bitta, lekin tushunchamiz. Xudo bilan gaplashib. Ya'ni ommaning ichida duo qilishingiz nisbatan hayajon bo'ladi yoki boshqa narsa bo'ladi. Faraz qiling, O'zingiz yakka duo qilganingiz boshqacha. Rasulullohning oldilariga kiryapsiz. Rasulullohning oldilariga kirib, razalariga qarab, o'zingizga o'tiribsiz. O'zingizga hamki, o'shni o'zingizga degan so'zim oldiga onamiz qo'shyapsiz. Ha? Onamiz bilan onangiz turibdi. Men bundan oldin videoni ko'p gapirganman. Alhamdulillah onam bilan birga umraga borib keldim. Menga orzu edi. Onam o'tirsalar-u, onam qoladi, men o'tirsam, Rasululloh oldida bo'lsalar, afzallar. Faqat Rossiyada ishlayotgan do'stlarimiz juda ham ko'p ota-onasini yaxshi ko'radi. To'ppa-to'g'ri aka. Chunki otadan ko'ra onani, mana misol otamdan ko'ra onamni ko'proq yaxshi ko'raman. Bu hammada shunday bo'lsa kerak. Ona bari boshqacha zotlar. Ota ham boshqacha zotlar. Men uni kamchiligi bildirish emas. Ota-onamiz bilan o'tirib, ota-onamiz bizni haqqimizda duo qilib, o'sha topgan pulimizga barakot yana qo'shiladi. To'ppa-to'g'ri. O'shuning uchun men har doim aytaman, borganingizdan so'ng ota-onangiz bilan birga boring. Ha? Masalan, $2000 pulingiz bor, dadam bilan ayamni o'ndaman deyapsiz. Ha? $2000. Ashin yana bir 15 kun, 20 kun Xudodan so'rang, yo bir kun Xudo berishiga bir lahza kam o'zi, berib beradi osoni, lekin niyat, men ham qo'shilib boraman degan niyat qiling. Ota-onangiz bilan birga boring, qo'llarni ushlab birlalash tavob qiling. Rasulullohni salomga kiring, boshqa qiling, Rasululloh bosgan qadamlarni bosing, ha? Arofatda yuring, birlalashib. Onangiz borganiga bir xursand. Yana siz olib borganingizga bir xursand. Yana siz duo qilayotganiga ona xursand bo'ladi. Ha, beminnat nima? Ota-onaning duosi. To'ppa-to'g'ri. Ota-onaning yordami. Bitta o'rtag'izga 10,000 berib turing deying, lekin o'sha 10,000 bersangiz, 10,000 so'm bersangiz, bir haftadan keyin o'sha pulni so'raydi, yo bir kundan keyin so'raydi, yo bir soatdan keyin so'raydi o'sha pulni. Lekin ota-onadan uyni sottirib yuborsang, uyni tashlab turib uyni sotib yuborsang ham, ha bolam ishing yaxshi bo'lsa bo'ldi deydi. Bu ota-ona bo'ladi inshaalloh. Ya'ni ota-onamiz qadriga yetishimiz kerak aka. Xudo xolasa. Har bitta o'zi o'zbek o'g'lonlariga, yurtdoshlarimizga ota-onasini o'zi eng katta orzusi bu umra safariga olib borish. Xudo xolasa do'stlar, akamiz aytib o'tganlar, bemalol ekranda nomerlar yozib qoldiramiz, aloqaga chiqinglar. Bizning musofirda kuzatib turgan do'stlarimiz ham bor. Yaxshi niyatda ota-onam umra safariga jo'nataman. Bu yil bo'lmasa keyingi yilga jo'nataman. Shu videolarni qiziqib ko'rayotgan do'stlarimiz ham bor. Xudo xolasa do'stlar, sizlar videoyimizni ko'ringlar, kuzatib turinglar, doim faqat bizga aloqaga chiqinglar. O'zimiz shu akamiz orqali chiroyli holatda umra safariga ota-onangizni jo'natamiz yoki o'zingiz bilan birga jo'natamiz. Maza qilib borib ota-onangizni duolarini Saudiya Arabistonida olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Aka, savollar bo'lsa kommentariya yozib ketsa, keyingi videolarda olib chiqsangiz shu savollarni. Nima deysiz? Masalan, kimdirdi yuragiga qattiq botgan bo'lsa, men bor uzr, Rossiyada yurganlar, men o'zim Rossiyaga borganman. 3 oy yurganman xolos, lekin men ochiq aytaman, uyatmayman aytaman, onamni sog'inganman. Unda uylanmaganman, yo boshqa farzandim bo'lmagan. Men onamni shunaqangi sog'inganmanki, o'sha paytda pulim bo'lmagan, mashinada kelib borganman. Ha, men bor uzr so'rayman. Qanaqa kamchiliklarimiz bo'lsa kommentariyada yozsangiz. Musofirga oson emas deydi yoki musofirga oson emas. Lekin o'sha musofir ota-onamni jo'nataman, o'sha Saudiyaga jo'nataman deb Rossiyalarda so'g'larda ishlab yuribdi. Vallahi. Alhamdulillah, Xudo xolasa bu kun ham o'tib ketadi. Xudo xolasa. Juda oson o'tib ketadi inshaalloh. Bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Bu ham ijtimoiy tarmoq orqali Telegram, WhatsApplari ham bor ekan. Aloqaga chiqsalar ham, xudo xolasa, chiroyli holatda ota-onangizni umra safariga shu firma orqali jo'natsalar ham, xudo xolasa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni hozirgi kunda internetdagi hozir fake kompaniyalar ko'payib ketgan. Reklama har xil firma bitta joyda o'tirib olib video olishadi-yu, lekin firmani nomini aytishmaydi. Litsenziyalangan, bez litsenziyali firmalarda ham reklama qilib odam qilishyapti-da. Biz qo'rqmay aytamiz. Mana bu yerda Centrum. O'z tepaga ham yozib qo'yilgan. Centrum Holidays. Ha? Holidays degan yozib bor. Buni ustida tagida o'tirib gapirish ancha-munchasiga bor. Litsenziyani ham oldimizga qo'yib qo'yibsiz aka. Oldimizga qo'yib qo'ydim, so'ngani oldimizga qo'yib qo'ydim. Bayroq. Siz asosiysi gilamni ofisda video olyapsiz-da. Qaysi kimning videosini ko'rayotgan bo'lsangiz, masalan, bitta divan ustida o'tirib gapirib ketish ham juda oson. To'ppa videoni qo'ysangiz 10,000 ta prosmotr esa ichidan 5,000 ta 100 ta odamni olsa, ha? Qada yo'q. Men ochiq aytaman, belitsenziya ishlayotgan juda ko'p.
To'ppa-to'g'ri aka. O'tgan yili o'zingiz ko'rdingiz, qanaqa xunuk holatlar bo'lib ketdi. 3000 ta Saudiyada odamlar qolib ketdi aka, 3000 asosiysi. ta odam qolib ketdi Saudiyada. 3000 ta. Qaytish bileti yo'q. Fuqarosi. Alhamdulillah yurtboshimiz bor ekanlar. Boshimizga kelib 5 yil bo'lgan bo'lsa, boshlanganiga. Yurtboshimiz kelganlardan beri umra sohasida juda erkinliklar juda ko'paydi. To'ppa-to'g'ri aka. O'sha yurtboshimiz, davlatimiz boshqa hammalar olib kelib berishdi. To'ppa-to'g'ri. Sizda yo bir muammo bo'lmadi, yo uyingizda yo'q, moliy sotib keling deyishmadi. Mana shu videomizni ko'rganlar o'z ko'pi biladi. O'sha uchun do'stlar ko'p gapirib bordim deb o'ylayman. Xudo xolasa pastdagi nomerlarga telefon qilsalaring, call center bolalar o'zlari to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilishadi. Assalomu alaykum, rahmatulloh. Sog' bo'linglar do'stlar.